Shamollagan holatda ko'pincha homiladorlar uchun ham, bolajonlarimiz uchun ham hamma dorilar tavsiya qilinavermaydi. Shu uchun uy sharoitida eng yaxshi vosita bu qalampir munchoq hisoblanadi. Agar siz qalampir munchoqni 4-5 ta donasini 1 stakan suvga solib, kechki qaynoq suvga solasizda damlab qo'yib, ertalab uni 3-4 mahal ichib yursangiz, eng zo'r sizga antibiotik hisoblanadi. Ya'ni qalampir munchoq o'zida o'sha bakteriyalarni, viruslarni o'ldiruvchi xususiyatga ega. Biroz ta'mi taxirroq, achchiqroq bo'lgani uchun qizdiruvchi xususiyatga ham ega. Shu uchun tomoq burunni chayqashda ham, ichganda o'sha anginalarni, laringit, faringit deymiz, o'shanaqa narsalarga ham juda yaxshi effekt beradigan himoya vositasi hisoblanadi. O'sha uchun tavsiya qilaman, shuni iching, xo'p. Ba'zida bu tabobatda qo'llaniladi, ayniqsa o'sha bolachalarda bo'ladigan gelmentlar, ya'ni qurtlarni haydashda ham juda yaxshi effekt beradi. Lekin ayollarimiz uchun kosmetologlar buni tavsiya qilyapti hozirgi kunda soch to'kilishida yordam beruvchi vosita. Ya'ni sprey qilib tayyorlab sochga sepsa, homiladorlik vaqtida sochlar ko'p to'kiladi, boshqa bo'ladi. Ba'zida tuqqandan keyin mana shunda ham yaxshi foyda beradi.